qizim. Yaxshi keldingmi? Charchamasdan. Keldim. Bu uyda choy bormi? Oy, nima unaqa lalaygan qaynanasiz, latta qaynana o'tiravergan qayi. Voy opa, sal sekinroq gapiring. Kelinam odam, eshitsa nima bo'ladi hozir? Kelinam odam? Kim aytdi kelin odamni? Kelin bu qul. Oyi, nima unaqa bo'sh qaynana bo'lyapsiz? Kelin bu qul. Kelin bu birovni bolasi. Undan faqat foydalanish kerak. Xizmatkor qilish kerak. O'tiravergan qayi, oyi. Voy. Bo'ldi qillaring. Kelin bu begona, birovni bolasi. Qul. Oyi, bir narsa desangizchi. Ham birovni bolasi-ku. Voy bo'ldi. Boshimni olib bordilaring. Chaqiring o'sha sut emizuvchi, sudralovchi jonzotingizni, yumshoq supurgingizni chaqiring. Qisqa xizmatingizni. Kelin! Labbi oyijon. Hozir choyim qaynab qoldi oyijon. Opajon yaxshi o'tiribsizmi? Sizni yaxshi ko'radigan bo'rsam pishirib qo'yganman. Olib kelaveraymi? Soat nechi bo'ldi? 2 bo'lyapti soat. 1:30dan oshdi. Hozir olib kelaman O'tib opajon. ketyapti albatta. Hozir olib kelaman. Shu keliningizni rang-ro'yi, apti basharasi, turqi tarovati vashcha yoqmaydi demak, qanaqa chidingiz oyi bunga? Sabim qo'zib ketadi, sabim. Nervini yo'q ketyapmish keliningizni basharasini ko'rsam. Mayli qara, qizim. Voy, bu meni salladan ko'ra meni ko'proq xizmat nima qiladi? Kirimni yuvadi, dazmolni qiladi, kechqurun masaj qilib qo'yadi. Asalib kuni bilan ertalabdan kechgacha ishlasadi. Yegan bo'lsang bugun vaqtliroq kelib qolib, hammayani buzyapsan. Xizmatkor. Kelin bu xizmatkor, qilish kerak. Bundan yaxshi xizmatkor kerakmi? Olib kelib beraymi sizga? Qul kelin, qul. Bek paros. Voy oyi. Voy oyi, sizga bitta zo'r gapim bor. Zo'r qiz olib qo'yganman. Agar akamga olib bersa, to'yingizgacha tilladan bo'lib ketadi. Ota-onasi zo'r odamlar. Mashnaqa emas, mashnaqa yashaysiz. Farosatda ham eshik qismagan. Mulla jiringa ham bor. Bitta qizi bor. Bitta. Mashnaqa bo'lib, bitta stulchini ustida emas, 7 qavat ko'rpachani ustida ham o'tirasiz. Oyi zo'r, qizi o'zi ham rozi. Uchini chiqarib qo'yganmi oyi? Siz bitta ko'ring oyi. Bunaqa nima qilasiz? Lalaygan yumshoq supurga. Bitta ham haydasa ketadi. Sen ketmaysan lekin qul surbetdan toba qildi.